Liksemizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş bugünkü sağış 2021 yıl 3. ayının 25. günü. Ben sizlerle götkendi sözlügen arlıqda 2 gün oldu sözlügen liksiyemde. Amerika Koşmuş Ştatları yani Amerika Avazı Radyosu da bir günün içinde 9 parça makale ilan kıldı. Uygur'a münasebetlik degan edim. Vakitni yetiştiremedim yani haberlerini ciddi tallaş sebebinden şu arlıqı kıstıramadım. Bugün sizlerge şu 9 türlük 9 parça makalenin katalogunu degendek yani mavzusunu aldığınlar koyuman. Bu makalelerin hemisi, haberlerin hemisi saklaqlıq. Eğer vakit kız ciddiligi olmasa şu arlıqda bir-birlep çıkıp sizlerge leksiya qilib söylüşüm mümkün. Lekin aldığın şart şu ki vaziyet yani ciddi haberler yani ciddi kildiğen bolsa belki bunun eşin almay qilishim mümkün. Şuna anlıqçılarning samiga selip qo'yishni layık taptım hürmetlik vatandaşlar. Endi mundaq başlandı deymiz hem de 23. günü ki bir gün içinde Amerika Qo'shma Shtatları Amerika Ovozi Radiosu'da ilan qilingan haberler ve makaleler. Birinchi, Amerika, Angliya, Yevropa İttifaqı, Kanada qatarlıq davlatlar qo'l tutuşup Jungo'nun Şinjan ameldarlarını yoki Uyg'uriston gubernatorlarini embargo qildi. Prezident Joe Biden'ın ittifaqdoshlar diplomatiyasining birinchi payı o'qi etildi. Mavzuli haber 3. ayning 23. günü Amerika Ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Ikkinchi, ittifaqdoshlarni moslashtirish bo'yicha g'alaba qilgandan keyin davlat ishlar kotibi Antony Blinken Brusselga yetib kelib, Jungo'ning xirislariga taqobil turishning kelar qadamiga izlandi. Mavzuli xabar 3. ayning 23. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. 3. Amerika Qo'shma Shtatları Yevropa İttifaqı, Angliya, Kanada Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qildi deb ayblangan Jungo amaldarlarini embargo qildi. Bu ishga olib ketib qolibdi, kechiringlar. Embargo qildi. Amerika Qo'shma Shtatları, Angliya, Kanada bilan Avstraliya, Yangi Zelandiya o'xshash bir kunda ayrim holda Uyg'uriston masalasi bo'yicha birlashma bayonot e'lon qildi. Mavzuli xabar 3. ayning 23. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Yuqorqi mavzuli mavzu. Yuqorqi mavzu ayrim berilibdi, mavzu birlashtirilib berilibdi. Jumla vatandosh shunday tushuning. 4. Jungo'ning anti-embargo yani embargo qilishga qarshi embargo qilishidan norozi bo'lib Yevropa İttifaqı parlamenti Jungo Yevropa İttifaqı umumiyuzlik mablag' solish kelishimini vaqtincha amaldan qoldirdi. 7 yil tirishchanlik ko'rsatib Jungo hukumati Yevropa İttifaqı bilan imzolagan mablag' solish kelishimini hozir endi Yevropa İttifaqı Uyg'ur masalasi tüpeyli Hong Kong meselesi, tüpeyli kişilik hukukla depsende kılışı, tüpeyli vaqtincha amaldan qoldirdi. 5. Avstraliya parlamenti Jungo'ning Uyg'uristonda kişilik hukuk sistemlik depsende kılışını ayıplaydigan muddaonamini ciddi muhokama qildi. Mavzuli xabar 3. ayning 22. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. 6. Amerika Qo'shma Shtatları, Angliya, Kanada 3 davlatning hamda Avstraliya, Yangi Zelandiya 2 davlatning Uyg'uriston to'g'risida e'lon qilgan birlashma bayonoti. Mavzuli xabar 3. ayning 23. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. 7. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Majlisi Avam Palatasi Tayvanni
NATO'ga a'zo davlatlar qatoriga elib kirish to'g'risida qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Mavzuli xabar 3-oyning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. 8. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Gülen ziyarati Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingning yuqori darajaliklar suhbatiga tayyorlik qilish uchundir. Mavzuli xabar 3-oyning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Biz bu to'g'rida udavishga so'zildikmiz, so'zildik vatandosh. Biyadan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning Jungoni ziyorat qilishi to'g'risida har ikki tarafning og'zidan bir jumla so'z chiqmadi. Diqqat qildingizmi, hurmatli vatandoshlar? Shunday gap. 9. Amerikada bir necha zo'r kasblar jamiyat, ya'ni kasblashgan jamiyatlar bayonot e'lon qilib, Uyg'uriston masalasiga yer shari shakllik taqobil turishni yoki yer shari bo'yicha taqobil turishni qo'llaydiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 3-oyning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Mushu mavzudagi maqolalar, mushu mavzudagi xabarlarning hammasida boshdan oxir o'qib chiqdim. Hammasida Uyg'uriston kishilik huquq, insoniyatga qarshi jinoyat, uningdagi soyqaram, etnik qirg'inchilik, mush so'zlarni bir jumladan, ikki jumladan qistirib xabar qilingan. Bu dal 23-kuni e'lon qilindi. Esingizda bor, 22-kuni mushundaq vaziyat, mushundaq dunyoviy tartib shakllangandek bir ish kelayotgan bir paytda 22-kuni Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijing, ya'ni Jungoning Guilin shahrini ziyorat qildi. Anandaki Nanning shahrida suhbat o'tkazdi. Keyin bu to'g'ridalar, mayli Amerika ovozi bo'lsin, mayli boshqa radio gazet matbuotlarda bo'lsin, qandaq mazmunli xabarlar e'lon qilinayotgan bo'lsin, buni taxtavashga qilib qo'yamiz endi vatandosh. Asosiy temadan, asosiy mavzudan cheklab ketgan xabarlar bu. Mayli qayerda e'lon qilinsa. Asosiy tema, asosiy mazmun 3-oyning 18-kuni Alyaska suhbati. Ve Alyaska suhbatida belgilengen vazife ve mas'uliyat mushu bo'yicha Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijingga ziyorat qildi. Mana bu xabarimiz vatandoshim.